yurtdoshlar, bugun xudo xolasa 10-aprel. Navbatdagi arabamiz sotuvdi. Akamiz zakaz qilgan edilar. Tayyor bo'ldi, topshiryapmiz. Aka, bugun siz haqida tafsilotlarni aytsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor to'shakni qisqa muddatda qildirgan ustalarga rahmat. Zakaz berildi. Xudo xolasa mana bugun tayyor bo'ldi. Juda qisqa muddatda sifatli, yaxshi chiqargan, to'shakni chiqardi. Sizlarga rahmat ustalar. Salomat bo'lasiz. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bu arabamizga kelsak, xudo xolasa bu 1.30 ga 2.30 bo'ldi. Balandligi 80 bo'ldi. Bortdan balandligi 80. Bort 40, общий 1.20 bo'ldi buning balandligi. Poldan 1.20 bo'ldi. Shivillerdan ramalari, spark balon qo'yib berdik. Bakovat krellarga bemalol sakrasa bo'ladi. Bemalol odam chiqib yuraveradi krellarda ham. Zanjirlari bilan 1.4 kalon rossiyskiy zamok, Nexia Parkop hammasini ulab cho'tchi qilib taxlab berdik. Orqalarida oyoqlari bilan mana bilkasi, kuzov nomer hammasi joyida mana. Ko'rishingiz mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Arzimagan mehnatimizga bir like bosib, podpiska bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Akalar, sog' bo'ling, salomat bo'ling.